Oxirgi paytlarda shu internetda, o'sha ayniqsa YouTube'da har xil videoroliklar bo'lyapti. O'zimiz tomonidan, boshqalar tomonidan ham kommentariyalarda ko'pchilik bir-biriga nisbatan dayus so'zini ishlatishyapti. Men shu so'zni endi ko'pchilik ma'nosini biladi, dayus so'zini, lekin asl mohiyatini qidirib ko'rdim men o'sha dayus so'zini. Kelinglar bugun o'sha dayuslar to'g'risida yo shu so'zning ma'nosi to'g'risida gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin Media kanali. Hurmatli do'stlar, boya aytib o'tganimdek, dayus so'zini ma'nosi to'g'risida gaplashamiz. Ko'pchilik shunaqa so'zlar yozilyapti bir-biriga nisbatan. Endi dayus deb bir-birini so'kish haqoratga kiradi menimcha. Kelinglar, men shu internetdan qidirib topdim bir xil ma'lumotlarni. Zikr ahlidan so'rang degan o'sha Play Marketga kirsanglar, o'sha priложение bor. Shu yerda ko'p narsa savol-javoblar bo'lgan. Ko'pchilik savol bergan, javoblar bo'lgan. Kelinglar, shunaqa savol berilgan, dayus kimlar deb turib, assalomu alaykum ustozlar, avvalambor sizlarga kattakon rahmat. Shunchalik qimmatli vaqtingizni ayamay, shuncha ahli mo'minlarga javob berib kelayotganingiz uchun internet va kitoblarni tutib, aynan meni savolimga oid javobni hech qayerdan to'laqonlik bilan topa olmadim. Men avval dayus kimligi haqida eshitganman. Lekin kechagina turmush o'rtog'im ayol kishilar ham dayus bo'lar ekan degan gapni aytib qoldilar. Iltimos shu haqida ma'lumot bersangizlar. Alloh sizdan rozi bo'lsin. O'sha zikr ahlidan shunaqa savol beribdi, zikr ahliga, o'sha priложениеga. Bu yerda keyin ular silkasini qo'yibdi. O'sha silkaga kirib turib, men sizlarga o'qib beraman. Info Islom uz sayti ekan. Shu javobni bergan, rashq iymondandir deb. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Albatta Alloh taolo rashq qiladi. Mo'min ham rashq qiladi. Mo'min banda Alloh unga harom qilgan narsani qilmoqligiga Alloh taoloning rashqi keladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Rashq Alloh taolo yaratgan insoniy tabiat va his-tuyg'udir. U aslida sherikchilik mumkin bo'lmagan narsaga sherikchilik qilish oqibatida o'sha narsaning egasining g'azabini qo'zg'atish anglatadi. Rashq ikki xildir. Alloh taoloning buyruq va qaytariqlari poymol etilganda yuzaga keladigan rashq. Insonlarning haq-huquqlari poymol etilganda yuzaga keladigan rashq. Birinchisi, Alloh taolo mo'min bandalarni munkar ishni ko'rganlarida kuchlari yetsa, qo'llari bilan to'xtatishga, unga qodir bo'lmasa, tillari bilan qaytarishga va uni ham qila olmasalar qalblarida o'sha ishga qarshi turib inkor etishga buyurgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlardan biringiz qabih va gunoh ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin, to'xtatsin. Unga imkon bo'lmasa, tili bilan va unga ham qodir bo'lmasa, qalbi ila o'sha ishga norozi bo'lsin. Mana shu zaif iymon belgisidir, dedilar Imom Muslim rivoyati. Oysha radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari uchun hech qachon intiqom olmaganlar. Faqatgina Alloh taoloning buyruqlari poymol etilgandagina o'ch olganlar, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Alloh taoloning buyruqlari poymol etilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rashqlari juda ham qattiq bo'lardi. Chunki u zot Alloh va uning dini uchun rashq qilardilar. Ikkinchisi, insonlar haq-huquqlari poymol etilganda uning himoyasi uchun xatti harakat qilish ham rashqdir. Kishi o'z aqlini va yaqin marhamlarini begonalardan himoya qilish hamda ularning turli nazaridan saqlashi ham rashq hisoblanadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim o'z aqlini himoya qilish asnosida vafot etsa shahiddir deganlar. Imom Termiziy rivoyati. O'z aqlini va yaqin mahramlarini begonalardan qizg'anmaydigan, rashq qilmaydigan kimsa dayus deyiladi. Dayuslik esa ulkan gunoh bo'lib, u haqida qattiq va'id va ogohlantirishlar bordir.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 kishiga Alloh taoloning qiyomat kuni nazar qilmaydi deganlar. Ular quyidagilar: onasiga oq bo'lganlar, erkaklarga o'zini o'xshatgan ayol, kiyinish, yurish-turish va muomalada. Uchinchisi dayus. Mavsuva al-Fiqhiya 31-juz 339-bet. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 kishini Alloh taolo qiyomat kuni jannatiga kiritmaydi deganlar. Ular quyidagilar: ota-onasiga oq bo'lgan dayus, o'zini ayolga o'xshatadigan erkak va erkaklarga o'xshatadigan ayollar. Imom Buxoriy rivoyati. Amror ibn Yozir raziyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatga 3 kishi kirmaydi. Dayuslar, ayollarni o'zini erkakka o'xshatadiganlar, aroq ichida mukkasidan ketgan kishi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar: "Yo Rasululloh, aroq ichida mukkasidan ketgan kimsani bilamiz, ammo dayus kim?" Dayus shunday kishiki, o'z ahlining oldiga kimlar kirib chiqadi, rash qilmaydi, parvo etmaydi dedilar. O'zlarini erkakka o'xshatadigan ayollar qaysi? Shunday ayolki, kiyinishda o'zini erkaklarga o'xshatadi deb marhamat qildilar. Imom Sayuti rivoyati. Zayd ibn Aslam raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rashq iymondandir. Benomuslik, sharmandalik, uyatsizlik munofiqlikdir. Oilasida fahsh ishlarga rozi bo'lish esa dayuslik dedilar. Erkaklarning ayolga o'xshashga urinishi, yurish-turishda, gap so'zda, kiyimda bo'ladi. Ayollarning erkaklarga o'xshashga urinishlari ham xuddi shunday. Bu ishni qilganlar esa islomda la'natlanadi. Pahlavon Mahmud o'zining baytlarida aytadi: "Erlik g'ururing bo'lsa, ey Alloh suygan, ahli ayoling bezatib chiqarma uydan. Mevali shoh agar chiqsa ko'chaga, ta'ma qilar o'tgan yo'lovchi undan. Sen daraxt ekkan bo'lsang, daraxtning shoxlari ko'chaga chiqib meva solsa, undan o'tgan har bir kishi o'sha mevani yeyish orzusida o'tadi" deyilgan. Endi sen ham xotiningni yoki qizingni bezatib ko'chaga olib chiqsang, o'tgan roh guzarlar ularning bir orzu qilib o'tishadi. Rashq va qizg'anish hatto hayvonlarda ham mavjud. Faqatgina to'ng'iz bundan g'ayirdir. Jami jonivorlar tushsa ko'zga, hamiyatlar bo'lur to'ng'izdan o'zga. Alloh taolo G'oshiya surasining 21-22 oyatlarida marhamat qiladi. Bas, ey Muhammad ummatingizga eslating, zotan siz hozircha faqat eslatuvchidirsiz. Ularning ustidan zo'ravonlik bilan hukm yurgizuvchi emassiz. Ana shu 2 oyatni Karimga muvofiq biz ham eslatmoqchimiz xolos. Alloh taolo bizlarning turli xil illatlardan o'zi xalos qilsin va asrasin. Yurtimizni tinch va osmonimizni musaffo qilsin. Bu yerda javobni o'sha Toshkent Islom universiteti 4-kurs talabasi Tojiddinov Abdusamad Abdulbosit o'g'li. O'sha paytda shu inson tomonidan shu maqola yozilgan ekan. O'shaning uchun sizlarga aytgan bo'lardim. Bu so'zlarni ishlatishdan oldin shartda birdaniga ishlatib yormanglar, shuni o'ylab gapiringlar, haqorat qilishdan oldin. Men hamma shu internet tarmog'idagi ko'p o'sha nima edi, foydalanuvchilardan so'rab qolgan bo'lardim. Shu narsani mana o'zingizlar o'qib ko'rdinglar, eshitdinglar, men o'qib berdim. Shu narsalarga amal qilishimizni hammadan so'rab qolardim. O'sha aytilyaptilar, o'sha hech kimni qizg'anmaslik, oilasini. Bizda ko'p bo'lyapti. Shu voqealar ko'pchilik bir xil joylarda umuman oddiy holatda bu narsalar. Bemalol o'sha ayolini chiroyli qilib chiqarib yuborishadi. O'zlari mashinga o'xshagan narsalar yoki bo'lmasa ayollar erkak kishidan farqi yo'q-da. Bu narsalar katta gunoh hisoblanar ekan. Shuning uchun endi men qo'limdan kelgancha o'qib berdim. O'zingizlar ham internetga kirsanglar, bu to'g'risida ma'lumotlar ko'p emas-ku, yetarli. O'zingizlar topib o'qisanglar bo'ladi. Men hozir yana bir marta eslataman. Info Islom.uz saytidan olingan bu so'zlar, o'shalarni o'qib berdim va demak, zikr ahlidan so'rang degan prilojeniyani, o'sha nima edi? O'zbekchasi ham hozir esimdan chiqib qoldi. O'sha ilovami, o'sha xullas tushundinglar-ku,
Play Marketga kirib, Zihir ahlidan so'rang deb yozsanglar chiqadi, ko'chirib olib, bemalol savollar ham bersanglar bo'lar ekan. Bu yerda rahmatli Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq ko'p savollarga javob bergan ekanlar. Alloh rahmatiga olsin ularni ham. Shunaqa gaplar, u yerda kirib savollar bersanglar javob berishar ekan. Menimcha shu, hammanglar o'zinglarni ehtiyot qilinglar, ayniqsa chetda yurganlar, mana shunaqa ishlardan, mana shu Alloh tomonidan taqiqlangan ishlardan o'zimizni olib qochaylik, shu ayollarimizni asraylik, qizg'anaylik. Shu hammanglarga sog'lik, salomatchilik. Sizlar bilan Sirojiddin Media kanali bo'ldi. Katta rahmat.